men gapiryapmanda u to'xtang domla. Mana bu savolimga javob bering deb beryapti. Men to'xtagan bo'lib turibman. Keyin o'zining gapini gapiryapti. Bu ayni makr, ayni bir shaytoniy hiyla-ku bu. O'sha 2 oycha oldin menga telefon bo'lyapti. Telefon bo'lib, "Assalomu alaykum, Zahiriddin Mansur domla, yaxshimisiz?" deyapti. "Rahmat, yaxshiman. Gaplasha olasizmi? Bir joydaman. Siz Abduvali qora akalar haqida bir narsalar deganidan keyin u haliga qator to'xtamay gapirganidan keyin ovozini o'xshatib qoldimda, "To'xtang" dedim. "Siz tanishtiring o'zingizni, kimsiz?" dedim. "Meni tanidingizmi?" "Tanidim." "Xo'p, endi o'zingizni tanishtiring, kimsiz?" "Abdullohman." Shu gap, faqat shu gap aytiladi. "Abdullohman." "Siz" dedi, "Abduvali qorini kofir dedingiz." "Sen" dedim, "gaplaringdan Ibrohimga o'xshayapsan. Agar o'sha bo'ladigan bo'lsang, qayta telefon qilmagan. Sen adashib qolibsan bola, yo'ldan ozib qolibsan." 15 sekund shu telefonim harom bo'ldi. Ya'ni bu har qanaqa vaysa degan gapini gapirgandir, balki o'sha 15 sekund uni eshitganim yo'q. Men hatto o'zim ishonib bordim. Nahotki shu bilan shunaqa suhbat qildik bu bilan. Musulmonlarni qamalib chirib ketishiga va yana bir qancha dinga keladigan ziyonlar bo'ladigan bo'lsa, asosiy qismini Abduvali qori qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, bugungi munosabatimiz balki raddiyamiz Ibrohim Muvahhid atalmish bir kimsaga bo'ladi. To'g'rirog'i, kimsani biz haqimizda qilgan tuhmat gaplari va o'sha kurakda turib bo'lmaydigan haqoratlari va o'xshamagan bir gaplari yuzasidan bo'ladi. Men ko'p o'yladim. Bu kimsa mana shu raddiyani o'ziga arziydimi, yo'qmi? Har tarafdan o'lchab ko'rdim. Aslo arzimas ekan bu narsaga. Lekin bizni o'sha Telegram kanallarimizga yoki o'sha YouTube, Instagramdagi direktlarimizga kelayotgan qator xabarlar shuni ko'rsatyaptiki, ya'ni o'sha xabar yuboradiganlar nega ana shu ahmoqqa bir raddiya bildirmayapsiz? Chunki u yolg'on gapni gapirgan. Siz bilan bo'lmagan suhbatni bo'ldi deb gapirgan va yana bir qancha gaplarni gapirgan, hatto tuhmatlar qildi deb gapirganidan keyin odamlardan shu mulohazalar yetib kelganidan keyin bu raddiyani qilishga, munosabatni bildirishga qaror qildim. Xo'p. O'zi bu Ibrohim kabi yurtga tosh otadigan, buzg'unchi, o'sha loyga botib bo'lgan, yurtidan mosuvo bo'lgan va mana shu mosuvolikni boshqalarga ham ravo ko'radigan, yurt ravnaqi, musulmonlar birdamligi va yana boshqa yutuqlardan xursand bo'lmaydigan bu toifalar ajib bir kimsalarda bular. Masalan, bir boshdan aytadigan bo'lsam, menga bir 2 oycha bo'ldimi telefon bo'ldi. Mana shu Ibrohim tomonidan. Ya'ni bu narsani men boshdan gapirishimga sabab menga o'z mulohazalarini aytayotganlar shundayki, qanday siz buni shuncha gapni gaplashibsizda ovozidan bilmadingiz? Yarim soatga yaqin suhbat bo'libdi oranglarda deb shunaqa deyapti. Ya'ni bu makkor shu darajada haligi montaj deydi-ku, montajni shu darajada qilganki, go'yo biz u bilan suhbatlashib o'tirgan bo'lganmiz. Va men qoyil qolganim, o'sha suhbatni eshitadigan bo'lsanglar, men gapiryapmanda u to'xtang domla. Mana bu savolimga javob bering deb beryapti. Men to'xtagan bo'lib turibman. Keyin o'zining gapini gapiryapti. Bu ayni makr, ayni bir shaytoniy hiyla-ku bu. Qanday uyalmasligi mumkin? Qanday insonlikdan chiqib ketsa ham mana shu narsani qanaqa qilish mumkin? Yo'q narsani gapirish mumkin. Masalan, bor narsani bo'lgan voqeani suhbatni mana bunday suhbat bo'ldi oramizda. Men shunday savol berdim, sen shunday gapirding. Telefonda mana shunday suhbat bo'ldi deb bo'lgan voqea bo'lsa, gapiradigan bo'lsa, uni o'zining haqiqati bo'lishi mumkin. Lekin yo'q narsani xuddi bo'lgandek qilib ko'rsatishlik, bularning yana bir yuzi ochildiki, shu bilan yolg'onchiligi, tuhmatchiligi, dinga bemalol tosh ota olishligi,
Va ana shu musulmonlarni, bu vatanni, o'sha yurtni, davlatni, yutuqlarini ko'ra olmasligiga yana bitta mana shu isbot dalil bo'ldi. Ya'ni bular xotirjam, bamayli xotir tuhmat qila oladi. Millatga ham, xalqqa ham, vatanga ham, davlatga ham. Bemalol tuhmat qila olar ekan. Chunki men buni o'z boshimdan o'tkazdim. Ya'ni menga tuhmat bo'ldi. Ya'ni o'sha 2 oycha oldin menga telefon bo'lyapti. Telefon bo'lib, "Assalomu alaykum, Zahiriddin Mansur domla, yaxshimisiz?" deyapti. "Rahmat, yaxshiman. Gaplasha olasizmi?" "Bir joydaman." "Siz Abduvali qora akalar haqida bir narsalar deganidan keyin u haliga qator to'xtamay gapirganidan keyin ovozni o'xshatib qoldim-da, "To'xtang" dedim. "Siz tanishtiring o'zingizni, kimsiz?" dedim. "Meni tanidingizmi?" "Tanidim." "Xo'p, endi o'zingizni tanishtiring, kimsiz?" "Abdullohman." Shu gap, faqat shu gap aytiladi. "Abdullohman." Ya'ni bular bemalol dinni ro'kach qilib sizni mot qilmoqchi bo'lishadi-da, dinni shunaqa qaytim pullarga, suiiste'molga ishlatishadi bular. "Men Abdullohman" deyapti. To'g'ri gap-da, Allohning bandasi. Nima deya olasan? "Qaysi Abdulloh?" dedim men. Ya'ni shu ma'noda. "Sen" dedim, "gaplaringdan Ibrohimga o'xshayapsan. Agar o'sha bo'ladigan bo'lsang, qaytib telefon qilmagin. Sen adashib qolibsan bola, yo'ldan ozib qolibsan." Dedimda boshqa gaplarni eshitmasdan telefonni o'chirdim. Faqat meni aybim shu bo'ldiki, men telefonni o'chirdim deb bir panoq joyga o'tib gaplashgan edim. Turgan joyimga kelgunimcha, masalan, bir 15 sekundlar bo'ladigan bo'lsa, telefonim o'chirdim deb o'ylab cho'ntagimga solgan edim. Bunda olib qarasam, o'chmagan ekan. 15 sekund shu telefonim harom bo'ldi. Ya'ni bu har qanaqa vaysi degan gapini gapirgandir, balki o'sha 15 sekund uni eshitganim yo'q. Bor voqea, bor bo'lgan suhbat mana shu 2 daqiqa yoki 1,5 daqiqadan iborat edi. Lekin bu makkor, bu tulki xuddi bir 20 minut, yarim soat suhbat bo'lgandek qilib ko'rsatgan. Men hatto o'zim ishonmadim. Nahotki shu bilan shunaqa suhbat qildik bu bilan. Qarasam unday suhbat bo'lmagan. Demak, u yolg'on gapirdi. Musulmon odam, shunday hadis bor. Musulmon odam zinokor bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. O'g'irlik qilishi mumkin. Yolg'onchi bo'lishi yo'q, yolg'onchi bo'lishi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bu. Musulmon odam yolg'on gapirmaydi. Musulmon odam yomon bo'ladigan bo'lsa ham men yomonman deb to'g'risini aytadi. Yomonligi bo'lsa, yomon illati bo'lsa, yaxshi bo'lsa, yaxshiman deb aytadi to'g'risini. Lekin yolg'on gapni gapirmaydi. Ayniqsa suhbatdagi yolg'on bu yomon narsa. Masalan, tushini yolg'on gapirishlik bu juda ham qattiq gunohlardan bittasi. Va uni bo'lmagan suhbatni bo'ldi deb gapirishlik bu katta yolg'on hisoblanadi. Bu narsani esa bemalol bu kimsa bamayli xotir gapirib yotibdi. Bu ya'ni o'sha munosabatlardan bittasi, raddiyalardan bittasi shuki, bu yolg'onni bemalol gapira oldi. Demak, dinimizga, vatanimizga, ahli ilmlarimizga qiladigan gaplari bemalol tuhmat deb atashimiz mumkin, chunki bu tuhmatdan qo'rqmaydi, yolg'ondan qo'rqmaydi. Ana shunday badbaxt xudo urgan kimsalar bular. Bu birinchi masalamiz. Ikkinchi masala, uni dardiga keladigan bo'lsak, u aytayaptiki, siz deydi Abduvali qorini kofir dedingiz. Biz ahli ilmlarda kofir deysan deyapsiz-da, o'zingiz kofir dedingiz Abduvali qorinni deb shunday deyapti. Haqiqatdan men bir suhbatda aytdimki, Alloh taoloni "Val fitnatu ashaddu minal kufr, val fitnatu ashaddu minal qatl" degan oyatini tarjimasini keltirdim. Ya'ni odamlar orasiga fitna solishlik bu odam o'ldirishdan qattiqroq gunoh deyilgan, kattaroq gunoh deyilgan yana bir oyatda. Demak, islomda, shariatda ikkita gunoh bor. Gunoh sag'ira bor, gunoh kabira bor. Kichkina gunoh, katta gunoh. Odam o'ldirishlik katta gunoh bo'ladi. Va ana shu gunohlarning ham o'zining martabalari bor. Masalan, zinokorlik, o'g'irlik, qotillik bular gunoh kabiralar, lekin martabasi, maqomi balandrog'i, ya'ni kattaroq bo'lgan gunoh kabira bu odam o'ldirish hisoblanadi boshqalarga qaraganda. Alloh taolo aytayaptiki, insonlar orasiga fitna solishlik, odamlarni yo'ldan ozdirishlik, har xil fitnalarni chiqarishlik bu odam o'ldirish atalmish gunoh kabira, maqomi ham baland bo'lgan odam o'ldirishdan ham qattiqroq, kattaroq gunoh deyapti. Men o'zimda tavilim, tafsirim shu ediki, demak, ikkita gunoh bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo gunoh kabiradan ham qattiqroq, kattaroq degan bo'lsa fitna solishni, demak kufrga bu yerda dalolat berilyapti. Dindan chiqadi bunday odam.
deb mana shunday fikrda o'yda edim men. Va bir qancha ahli ilmlarimizdan ham hatto men bu narsani gapirib o'tganimda haqiqatdan shunday ta'bir qilish mumkin ekan degan javoblarni olgan edim. Lekin mana shuni aytib chiqqanimdan keyin bir ikkita ahli ilmlarimiz, ustozlar, yaqinlarimiz, akalarimiz menga aytishdiki, yo'q qori aka, haqiqatdan bular qattiq adashuvdi. Abduvali qorisidan boshlab turib fitna qilganki odam bo'lsa qattiq adashuvdi. Bularni biz kofirsan deya olmaymiz. Lekin qattiq gunohkor bular. Kofir qiladigan ishni qilyapsan deb aytishimiz mumkin. Juda ham qattiq ogohlantirmoqchi bo'lsak, lekin kofirsan deya olmaymiz. Unday deydigan bo'lsak, ana shu salafitlardan, ana shu takfir qiladigan, hammani kofirdan olib kofirga soladiganlardan nima farqimiz bo'ladi? Biz ularni tanqid qilyapmiz, ularni noto'g'ri yo'ldagi aytyapmiz, lekin ularning bir iflos illatini, sifatini biz ko'rsatyapmiz, ya'ni takfir qilishlik. Ana shu narsa noto'g'ri deganidan keyin ahli ilmlarimizdan aniq men bu narsani eshitganimdan keyin darhol o'sha o'yimdan, fikrimdan qaytdim va alohida suhbat qilib aytdimki, men mana shunday degan edim, unday emas. Ya'ni bir inson adashadi, xato qilishi mumkin. Men bu yerda xato qildim. Birovni kofir degan odam, agar u kofir bo'lmaydigan bo'lsa, unga qaytadi. O'zi kofir bo'lishi mumkin. Demak, shundan kelib chiqib, hozir men bu yerda noto'g'ri aytgan bo'ladigan bo'lsam, Alloh kechirsin dedim-da va kalimani keltirdim. Va mana shu kalima keltirish kerakligini eslatib ham qo'ydim. Mana shunday degan kimsalarga, odamlarga. Demak, men bu so'zimdan qaytdim, bu o'yimdan qaytdim. Ya'ni noto'g'riligi uchun qaytdim. Musulmon inson xatosi aytiladigan bo'lsa, katta aytadimi, kichik aytadimi? Agar uni gapi jo'yali bo'ladigan bo'lsa, u bilib aytadigan bo'lsa va taroziga solib chiqqaningizda uni gapi og'ri keladigan bo'lsa, albatta uni olish kerak bo'ladi. Bu yoqda qilgan xatosi uchun Allohdan istig'for so'raydi, inshaalloh Alloh kechiradi. Mana shu umid bilan men bu suhbatni qildim, ya'ni o'shanda. Ya'ni kofirga solish emas, Abduvali qorini ham boshqasini ham ularni qattiq adashuvda kofirlar qiladigan harakat deb aytamiz, lekin shunda ham dindan chiqdi deb aytmaymiz deb aytdim. Bu suhbatni albatta ana u yuvindi o'sha Ibrohim Muvahhid degan isqirt makkor bu narsani ham eshitgan bo'ladi. Demak, meni har bitta so'zimni yotib olib eshitishar ekan bular. Demak, bu suhbatni ham eshitgan bo'ladi. Bu makkor lekin keltirmayaptiki, "Xo'p, sen boshda shunaqa deganiding, keyin bu gapingdan qaytding, ya'ni noto'g'ri ekanligini bilding" deb aytmayapti. Yoki aytmasin, hech qachon o'lib qolsa ham aytmaydi bu. Aytgandan men aytganimni bilganligi aniq, ko'rganligi ham aniq. Shundan keyin yana nima uchun bu suhbatni qilyapti? Odamlarni o'ziga qaratishlik uchun, birovni gapirib turib ochko olishligimizmi yoki bularning dardi bo'lgan o'sha obunachi yig'ishmidi yo boshqamidi, har holda odamlarni o'zlariga jalb qilishlik uchun har qanday ifloslikdan qaytmaydigan bu kimsalar men o'sha oxirgi suhbatni eshitgandan keyin ham bo'ldi, endi bu suhbatga hojat yo'q yoki biz bunday bu inson gapirishimizga hojat yo'q demayapti-da, sen kofirdan olib kofirga solding. Biz ustozimiz Abduvali qorini deb aytayapti. Vaholanki men unday demayman. Hozirgi men fikrimni aytadigan bo'lsam, Abduvali qori har qanday kofir, har qanday buzg'unchi, har qanday yo'ldan ozgan kimsalar musulmonlarga yetkazishi, yomonlik yetkazishi mumkin kimsalardan ko'ra ulkanroq xizmat qildi. Musulmonlarning orasini bo'lishga, musulmonlarni yomon otliq bo'lishga, musulmonlarni qamalib chirib ketishiga va yana bir qancha dinga keladigan ziyonlar bo'ladigan bo'lsa, asosiy qismini Abduvali qori qildi. Men shuning uchun aytganim o'sha suhbatda, men Alloh uchun yomon ko'raman Abduvali qorini. Vaholanki bu inson menga yomonlik qilgan joyi yo'q. Bu inson ahli ilm inson. Balki olimdir. Lekin olim bo'lsa ham xato qilishi mumkin-ku. Xato qilgan bu odam. Qattiq xato qilgan va eng yomoni bo'lgan. Masalan, men uni kofirga solgan bo'lsam, Allohdan istig'for so'radimda kofirga solmayman, lekin juda ham qattiq adashgan deyman va undan nafratlanishni aytaman. Bunga meni ham shar'iy va ham bir shaxs jihatdan men haqqim bor bu narsaga. Lekin bu Abduvali qoriga boshqa olimlar, shayxlar, o'zini zamondoshlari o'z tanqidlarini aytishib, ya'ni siz noto'g'ri yo'ldasiz hozir. Siz odamlarning orasini buzyapsiz. Siz ominni jahriy aytish kerak deb odamlarning orasiga ixtilof solyapsiz. Andijonda ikkita masjid bo'lsa, bir-biriga dushman qilib qo'yapsiz. Bu ishingiz noto'g'ri, bu ish fitna bo'ladi. Bunday qilmang. Masalan, o'sha ominni jahriy aytishni aytasizmi siz o'zingiz ham? Deb masalan rahmatli odam Shayx Alovuddin Mansur aytganlar u kimsaga, Abduvali qoriga. Ya'ni
ominni jahliy aytishlikni targ'ib qilyapsiz odamlar orasida. O'zingiz aytasizmi? Yo'q, aytmayman. Nima uchun bo'lsa odamlarga bu narsani aytyapsiz? Kitobda yozilgan ekan. Kitobda yozilgan narsani aytadimi hamma narsani? Odamlar orasida ixtilof tushadigan narsa bo'ladigan bo'lsa ham aytiladimi? Bizning mazhabimizda yo'q-ku bu narsa. Nima uchun siz boshqa mazhabdagi narsani aytyapsiz? Bizning mazhabimizda bor narsani ayting siz. Nima uchun bunday qilyapsiz? Noto'g'ri qilyapsiz deb bir qancha ogohlantirishlar berishgan. O'sha zamondoshlari birga o'qigan o'sha inson sifatida otamiz va yana bir qancha olimlar. Balkim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aytgan bo'lishlari mumkin. Lekin bu odam hech kimning gapini olmagan, ana shu zalolatida adashuvda davom etavergan. Odamlar orasini buzavergan, ixtiloflar chiqaravergan, fitna chiqaravergan, oxir Alloh taolo ko'rsatdi unga. Hozir o'likmi, tirikmi, qayerda u, nima qilyapti, bormi o'zi, nima hech kim bilmaydi. Ana shunday dom daraksiz bo'lib ketdi bu kimsa. Endi bu kimsani agar tirik bo'ladigan bo'lsa, istig'for aytmaydigan bo'lsa, Allohdan kechirim so'ramaydigan bo'lsa, u yoqda kutyapti oxiratda. Bu qilgan fitnalariga, odamlarning orasini buzganligiga. Men mana shu sifatdan men o'zimni nafratimni, har bir musulmon ana shunday fitnachilarga nafrat ko'zi bilan qarash kerak ekanligini aytdim shu oxirgi suhbatimda. Lekin bu kulgili jihati shu yerdaki, mana shu Ibrohim Muvohid degan bu ahmoq menga aytayaptiki, sen dedi Abduvali qorini kofir deding deyapti-da, lekin bu meni ham va yana O'zbekistonda, Qirg'izistondagi ahli ilmlarni, qolaversa yurt rahbarlarini, prezidentlarini kofirdan olib kofirga solishadi. Bular kofirlar deb aytishadi. Mushrik deydiganlar ham bor. Vaholanki men ham, ana shu ahli ilmlar ham, ana shu yurt rahbarlari ham la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan, ya'ni musulmon insonlar hammasi. Allohning buyruqlarini qo'lidan kelgancha amalga oshiradigan insonlar. Har holda musulmon la ilaha illalloh degan kalima keltirganlar hisoblanadi. Ana shularni kofirdan olib kofirga solyapti. G'alati bir holat. Men o'sha adashib kofir deganligimni yuzimga solyapti. Vaholanki men bu yo'ldan qaytdim, ya'ni kofir deyishdan. Ularni men zalolatda deyman. Lekin o'zi esa mendan boshlab turib prezidentgacha kofir deyapti. Qani haqiqat bu yerda? Qani adolat? Ularga mumkinmi unda shunday deyishlik? Alhamdulillahki, kech bo'lsa ham Alloh taolo bildirdiki, ana shularning yo'lida bo'lib qolmadik. Ana shulardek musulmon odamni kofirga soladiganlar safida bo'lib qolmadik. Lekin bularga eslatish balkim joizmi, o'zi eslatishdan foyda bormi bilmadim, lekin Ibrohim Muvohid kabi ahmoqqa ham va boshqalarga ham aytamanki, ana shu yo'lida bo'lganlarga musulmon insonni kofir deydigan bo'lsa, agar u kofir bo'lmaydigan bo'lsa, ana shu kufr o'ziga qaytadi. O'zi kofir bo'ladi, o'z dinidan chiqadi. Alloh saqlasin. Balkim ko'zini ochish chegarasidan o'tib ketgandir bular. Ko'zi ochilmas. O'sha shaytonning domiga kirib ketgandir bular. Lekin ana shuni ostonasida turgan, adashuv ostonasida turganlarga men aytamanki, vaqtida ko'zinglarni ochinglar. Kofir dedingizmi? Agar u kofir bo'lmasa, siz kofir bo'lasiz.